1 daqiqa ichida eski Dubay va yangi Dubay o'rtasida joylashgan rayon haqida gapirib beraman. Jumeirah Village Triangle (JVT) bu yashil, yopiq va freehold hududi. Bu yerda asosan past qavatli binolar va townhouselar bor. JVC yonida joylashgan. Kamida 11 daqiqa va uzog'i 20 daqiqa masofasida 4 ta mallga yetib borishingiz mumkin. Bular City Center Mason, Circle Mall, Mall of Emirates va Dubai Hills Mall. Golf sevuvchilar uchun esa 15 daqiqa masofasida Jumeirah Golf Estate bor. Va shuningdek 5 minutdan boshlab 20 minutgacha bo'lgan masofada 4 ta maktab bor. Kelajakda esa JVTda Dubaydagi eng yirik savdo markazlaridan biri Al Khail Avenue Mall ochilishi kutilmoqda. Dubai Marina, GLT, Emirates Hills, Business Bay va Jumeirah Beachgacha mashinada yarim soatda yetib olishingiz mumkin. Ushbu hudud Sheikh Muhammad bin Zayed Road va Al Khail Road oralig'ida joylashgan. Palm Jumeirah va Palm Jebel Ali tomonlariga chiqish juda ham qulay. Dubayning 2040-yil rejasiga ko'ra, kelajakda JVTda metro bo'ladi. Hozir esa Al Furjan metrosi 10 daqiqalik masofada. Dubay haqida ko'proq ma'lumot bilish uchun menga obuna bo'ling va agar mana shu rayondan uy olmoqchi bo'lsangiz, menga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.